Hammaga assalomu alaykum. Xorazm kanalining obunachilari. Bugungi videomizda men biznesimni kattalashtirayman. Menga kattaroq yer kerak. Ham shu yerda qolib ishlayman degan bratlarimiz uchun Urganchdan 600 kvadratli noturar binomiz sotiladi. Göbtağlarınızın birden mena 2 etaj atib, yatib turar uchun joy ham to'plab qo'yibdilar. Bu yon tomonimizda kuxnya. Hozir kuxnyalarning ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Prosta освежить etib, tellarni, pollarni to'plab qo'ysangiz ajoyib bo'ladi. Göbtağlarımızın bir kuxnyamiz, bu yerda ariston qo'yilgan, stilnoy kotel qo'yilgan, ya'ni otopleniyasi bor, registrlarınız bor, yana göbtağlarınızning. Sveti, gazı, suvi, muammosi yo'q. Göbtağlarımızın bu yon tomonimizda birinchi xonamiz. Beylarimizdan bu taqashtirib bersangizlar, yotib o'zingizni ishlaringizni полностью bitirsangizlar ham bo'ladi. Yanimizda ikkinchi etaj. Общий umumiy maydoni 600 kvadrat metr. Qishligini sovuqda o'tirmaysizlar, полный qizadi beylarimiz. Ekranda egani nomeri bo'ladi. Bemalol ega bilan telefon bog'lanaverasizlar. Bu yerda plus barterlari bo'ladi. Ya'ni mashina barter bo'ladi. Xolos hozir hovli joyi, doma bemalol ekrandagi nomer telefon bog'lanaverasizlar. Maydonimiz kattagina, ko'chada bir hojatxonasi bor. Bu yerda отдельный yapilgan ikkita joyimiz bo'ladi. Biz shifrlangan göbtağlarımızning. Bu yerimizdan bir отдельный bir zakrytый помещение tifarsangizlar ham bo'ladi. Qishning kuni bemalol o'z ishlaringizdan tifaraverasizlar. Bu yon tomonimizda ikkinchi помещениemiz bo'ladi. Xolos hozir bu yerni zakryt etib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Ajoyib, kengina, kattagina. Bu yerimizdan полный svetlari, hamma narsasi o'tilgan. Biznes shubratlarimizga polni bemalol bosib bersangizlar bo'ladi. Zo'r toshkadan adresini yana bir bostarasiz tushuntirib o'tamiz. Narxini keladigan bo'lsak, do'stlar, egalari 50 ming dollar deb turibdilar. Shundan bu aytilish narxi bo'ladi. Bemalol telefon urib savdolashaverasizlar. Maydonimiz göbtağlarımızning kattagina. Barterimiz bo'ladi. Barter, mashin, uy joy, ya'ni Xivadanmi, shahardanmi, dommi, bemalol telefon bog'lanaversa, kottejmi. Adresini aniqroq tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Xiva Quruqdan, Telecenter tomonidan eski Oblgaya ko'piri tomoniga ketaverishlaringizda ko'pira chiqmang, o'ng tomoningizda bo'ladi. Где-то 1 kilometr yurishdan o'ng aylanasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, biznes uchun joy qidirib yurgan bratlarimiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysangizlar, yordamimiz degan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz.